بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Esselamu Aleyküm hürmet cemaat. Allah Teala hammemizin tutkan rozalarımızını, okuyatkan namazlarımızını ve başka kılayatkan ibadetlarımızını kabul kılsın. Biz sizlerle birge roza mevzusunu bitirey dep kaldık. Keçengi derste avru adam bilen musafirdağı, yani seferdağı adam tutamay kalgan günlerini keyin Allah Teala ömür bergençi tutup kerek dep ayttık. Mesela Ramazan ayında 10 gün avrup roza tutamay kalgan adam yoki 10 gün seferde bolup roza tutamay kalgan adam Ramazan bitkendan keyin 10 gündөн keyin öletin bolsa, şunun kazası suraladı mı, suralmaydı mı? Suraladı. 5 gündön öletin bolsa-çı? 5 gün sonra. 5 gündön suraladı. Eğer Ramazan bitişi bilen öletin bolsa, suralmaydı. Suralmaydı. Ütkende tutatın imkanı boğu yok buğa. Allah Teala yaşamadı o. Ramazandaki sıraz ölüp gitti. Endi azı bizde mesela kecha düşündürüp öttüm. Kança yıllığın kaza rozalar var dedik. Onu biz mesela bebalal mana oşu Ramazan ayı bilen kap ketetinler var. Endi Ramazangacha hech qanday roza tutmaydilar var. Endi şunu keyingi Ramazangacha tutatın Allah Teala bizge ne beripti? İmkan beripti. Bunday jetkende. Qancha 11 ay imkoniyatimiz var. Şunun üçün oşu Ramazan bitkendan keyin kunniga deb aytmayman. Her birinchi kun va 4-chi kun o'zingizga qazo roza tutishni odatlaning. U yaz bo'lar, u qish bo'lar, farqi yo'q. Qazo rozalarni bir kundan arasını bölüp qazo rozalarni shunday tutib bitib tashlasangiz bo'ladi. Niyatni qazo deb ne qilasiz? Qazo deb, odan keyin niyatni qachon qilaydi qazo rozalari? Bamdatgacha. Bamdat kiratın vaqtgacha siz niyatni ulgurmay qalsangiz, u qazo bo'lib hisoblanmaydi. Bu nafil roza bo'lib ketadi. Kafaratda ham xuddi shunday. Masalan, aralarimizda birov o'tgan yillari yoki bu yili yoki yosh paytida rozaga niyatlan qasddan atayni yeb ichib qo'ysa, u odamga 60 kun tutib berib kerak bo'ladi. Qasddan yegan uchun. Jinoyatda bu. Jinoyatni qilgandan keyin uni kechirilishi kerak. 60 kunni tutayotgan paytda niyatlarning har kunning niyatini bamdat vaqti kirmasdan qilib ulgurishligi kerak deb aytamiz. Agar bir kun saharlikka uxlab qoladigan bo'lsa, unda ne bo'ladi? Kuyadi. Endi saharlikka turish shartmi, shart emasmi? Saharlikka turish shart emas, niyatni hozir qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, siz kafarat tutib yuribsiz. Primer bering. Masalan, 30 kungacha keldim. Kafarat tutib yuribman. Erta saharlikka turmay qo'ya solaman dedim. Dag'i niyatni hozir ertangi kunimga kafaratdan niyat deb qilib qo'ysam bo'ladimi? Shunda niyat qilib Niyat qilib. Azanda saharlikni yapuvda yo'nu yetib bo'ladi. İşte ne qilmaydi. Saharlik qilish sunnat u, farz emas. Biroq namoz o'qilib qolsa deb qo'yibmi? Ana saharlikka turmay qo'ya soladi-da adam bu. Namoz o'qib keta soladi-da bamda. Bamdatni kelib uj bamdatga turgan paytda u og'iz yapatning vaqti o'tib ketadi u. Shuning uchun saharlikka turmay qo'ya soladi, bamdatga bir turadi-da, namozni o'qib qaytarib uxlaydi, yo'lmasa yumshoq ketadi. Tushuntiravildimmi? Hozirdan ertangi kuni niyatga qilib qo'ysangiz bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Biroq saharlikka turish sunnat. Payg'ambarimiz tasahharu fa inna fis sahuri baraka deb aytgan. Saharlik qilinglar, saharlikda baraka bor degan. Biroq shart narsa emas. Ya'ni saharlikda uxlab qolding, sen rozang bo'lmaydi deb aytilmaydi. Saharlik rozaga qatish yo'q. Saharlik qilsangiz savob, qilmasangiz qatish yo'q. Ana qazo rozasini tutayotganda ochib bersa, unga ham kafarat. Yo'q, u kafarat kerak emas. Kafaratni aytdim-ku, tek qana Ramazonning rozasiga aytdim. Qazo roza tutayotganda ochib beradigan bo'lsangiz, nafil roza tutayotganda ochib beradigan bo'lsangiz, ularga hech qaysiga kafarat minmaydi. Masalan, qazo roza tutib yuribsiz, ochib berdingiz, nafsingizga o'yib. Yana bir kunga bir kun qo'shilmaydi. Bu shu kunligini buzib olgan bo'ladi. Tushuntiravdim? Bir kunga bir kun qo'shilib ketmaydi yana. Shu kungisini yaramay qo'ygan, yaramagan bo'ladi-da, qisqasi. Biroq siz gunohkor bo'lasiz. Gunohkor bo'lasiz, ayog'ini ham aytib o'tdik. Rozani qasddan buzib tashlab, u nafil roza bo'lsin, gunohkor bo'ladi odam.
Nafil roza deb buza beretinler var mesela. Mehmanlıkta. 60 kun bo'lsa 59 kun bo'lib qoladi shunday. Kafarat bo'ldi, yaram. Ha 3-4 qazanma kafarat bir kun 60 kun tutib bersa bo'ladimi, bo'lmaydi? Ha. Buzib tashlaganlar bo'ladi. Anonda aytib o'tdim-ku, masalan sizda har yildan bir shunday kafaratlaringiz bor. Masalan 10 yil roza tutgansiz, har yili og'zingizni buzib tashlagansiz. Atayin. 60 kunni minib kelavergan sizga. Olimlar aytadi, shuning bariga bir marta kafarat tutib bersa yetkillikli deydi. 60 kun. Bu ham bizga bergan yengillik. Biroq har bir uchun bir 60 kunning kerak edi asli. Biroq buni keyin qilmaslik sharti bilan tavba qilib, hammasi uchun 60 kunlikni tutib bersa yetkillikli deydi. Bo'ldi. Bundaki o narsani to'xtatasiz, qasdni ochib berib degan. Undan keyin bu narsani ham aytib o'tdim. Masalan, Ramazon hozir kunlar sal uncha issiq emas bo'lib yengil bo'ladi. Yozin kunlari qiyin bo'ladi endi. 45 gradusgacha chiqib ketadi. Ve bedağ, unki 27 dağlar düşünün endi, dağlar. Mesela Efiopiyada yaşayotganlarda aqtar kun jazirama issiqlar, masalan, chamas qamat açmasa bo'lmaydi. Endi achu kerak qisqasi. Уже asrab boryapti. Boshqa variant yo'q, achu kerak. Shu shariat ruxsat beradimi? Ochib beruvga qattiq уже ketib boryapsiz. Beradi ruxsat. O'limga olib bormaysa o'zingni. Endi adam tan sog'lig'i qutqaruv kerak. Tan sog'liqni qutqaruv uchun o'zingni o'limgacha olib borishga ruxsat yo'q. O'zi sen o'ylab turibsa, kecha aytdim-ku shu narsaning birovi bilan. O'zing yuraging 80-90% da shant tursa, ay men o'zi ochmasam bo'lmaydi o'zi. Bir yerimga o'zi ziyonkali deb turibdi. Yo'qsa avruum ashqib ketadi. Degan o'shunday situatsiyalarda birinchi bo'lib yeyilmaydigan narsalarni ochib bergan yaxshi. Masalan, qog'ozni yeyvering kichkina. Ni uchun? O'tkani siz Allah'ın altında 100% 60 günlük rozanı uç düşür vergen bolasıdır. Bunun hilesi bu, qulluğu deb aytamiz bunday aytganda. Bir kichkina qog'ozni yeb berasiz, sizni 60 kun roza ketdi uj. Keyin bemalol yeb icha berasiz. Agar siz birinchi yeyiladigan narsani ochатын bo'lsangiz, sizga 60 kun minuvi mumkindan, minat deb aytaman, o'tgan siz asrab turibsiz, sizga ochiq kerak. Biroq shuni %100 tushirib tashlash uchun olimlar aytadi, yeyilmaydigan narsani yeversin deydi. Yani o'ziga bekarga 60 kunni nixmasin deydi. Mo'yniga mingizmasin deydi. Kichkina bir qog'oz yeversangiz, rozangiz ochiladi, 60 kun ketdi, keyin anayoqqa yeb icha berasiz. Undan keyin yana so'ralib o'tdi, Ramazonning har avvalgi 10 kunligi, o'rtangi 10 kunligi, oxirgi 10 kunligida savoblar deydi. Anonda ham aytib o'tdim, Ramazonning savobini biz bilmaymiz. Bunu Allah Teala özü veremedi degan. Feinnehu li deydi. O'tkani roza tutgan adam men uchun tutyapti va ana zibihi degan Buxoriy hadisida. Men beraman uning savobini. Farishtalar ham bilmaydi uning savobini. Shuning uchun payg'ambarimiz aytgan: "Man kana soma Ramazona imanan va ihtisaban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kimda kim Ramazonning rozasini Alloh beradi menga savobini degan holda umid qilib tutатын bo'lsa deydi, iymon bilan shuga ishonib, hech qanday narsa yo'q boshqa. Diyeta qilib kerak edi. Chota semirib ketdim deb, yana unday sabablar yo'q-da. Siz Alloh taolodan umid qilgan holda tutyapsiz. Payg'ambar aytadi, o'tmish gunohlar kechiriladi deydi bu. O'shiga niyatimizni durustlik bilsak bo'ldi biz. Aslida jamoat musulmon bunday narsalarni aytib o'tdi. Biz savob uchun qilmaymiz amallarni. Bizga savob kerak emas. Bizga Allohning roziligi kerak. Buxoriyda hadis yo'qmi? Bir fahsha ayol anonda ham aytib o'tdim-ku, bir qamalib turgan, suvsiz, ochliqdan o'li deb turgan bir pishiqni suv olib jannatga kirib ketdi deydi. Shuning savobi ko'p deb o'ylaysiz? Bu Alloh rozi bo'ldi. Shuning uchun bizga ana amalni qilsang falancha savob, mana amalni qilsang falancha savob degan narsalar bizga kerak emas. Bizga Allohning roziligi kerak. Shuning uchun Allohning roziligi har bir amalda bo'lishi mumkin. Birovga suv olib kirib beruvda, birovning jiniga tegmaslikda, masjidda söylemeslikte. Vallahi mayaka qarab o'tiringlarchi bari. Suyanmanglar arqalarimga. Masjidda söylemeslikte. El-hadisu fil mescid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahimatul hashisha deydi. Masjidda söylev, sigirin ot yeganday savoblarni yeydi deydi Peygamberimiz. Sigir otni qanday yeydi?
to'xtamay vashillatib yeyveradi bu. To'xtamaydi u. Shunga o'xshab savoblaringizni yeydi. Azan kechgacha olib kelgan savoblaringizni o'sha yerda yemaylik kerak-da endi. Masjidga kelgandan keyin u imom bo'lsin, bo'lmasin farqi yo'q. Am qo'lingizga bir tasbihni, astag'firullohni ayting, la ilaha illallohni ayting, subhanallohi bihamdihi ko'p bu zikrlar u. Har birini aytib o'tirishga shart emas. Yoki nafil namoz o'qing, qazo namoz o'qing. Masjidga kirgandan keyin biz o'zimizni haq bilan mashg'ul qilmasak, botil bizni o'zi bilan mashg'ul qiladi. Shuning uchun biz o'zimizni har doim Alloh taolo bilan mashg'ul qilishga tirishimiz kerak. Agar haq bilan biz o'zimizni mashg'ul qilmasak, haq degan Alloh taolo. Botil deganni bilasizlar? Ya'ni shayton bunday aytganda. Biz o'zimizni haq bilan mashg'ul qilmasak, avtomatik shayton mashg'ul qilaveradi bu bizni. Bo'lmaydigan ishlarga qiladi, so'ylatkizdiradi, so'zniga joylab g'iybat boshlanadi. Unki maqtanchoqlik boshlanadi. Unki tartishib qoladi arasida, unki urush janjal chiqadi unki masjidda. O'shaning bari kichkina oddiy bir qarapayib so'zni kelib chiqayotgan narsalar. Kecha aytdik, masalan, Ramazon paytida qazolarini o'tayamay, o'lib borayotgan odam yiqilib kerak dedik. O'lim avzida yotibdi. Vasiyat qilish kerak. Bolalarni yinab, bolalarim, men o'shunday falan yildan tutmagan, falancha kun qazon bor, qaza rozam bor, qaza namozim bor deb vasiyat qilishligi vojib deydi. O'sha narsani vojib vasiyat qilish kerak. Balları uğa her bir namazga yoki har bir Ramazanın kuniga bir fidya miqdorini yıqiladi, uning dadasining atiga sadaqa qiladi. Mana men dadamning tutmagan ro'zasi va qabul deb bir faqir miskinni olib keladidan qo'liga beradi. Dunyosi bo'lsa, har bir namoz uchun, har bir ro'za uchun bergani yaxshi. Agar dunyosi yo'q bo'lsa-chi, unda qo'lga belgili bir summani olib, masalan 10 kunlik ro'zaning aqchasini olib, 36 ming tanga olib. 36 ming man deb faqirning qo'lga ushlatadi. Bu odam biladigan birov bo'lishi kerak-da o'sha. 10 kunlik tushdimi mo'yindan, unki ana faqir qaytadi menga hadiya qiladi. Unki yana beraman ona. Unki 20 kun bo'ladi. 30 qo'shna o'tgan kunlarning qazo, ro'za va namozlarini tushirgan iqlar ekan, olimlar bo'ladi degan ekan, inshaalloh degan. %100 emas u. Uning chunki yana birasi aytib o'tdi, ibodatlar 3 turli bo'ladi. Badan bilan qilinadigan ibodatlar, mol dunyo bilan qilinadigan ibodatlar, eko'v bilan ham qilinadigan ibodatlar. Badan bilan qilinadigan ibodatda birovning ibodatini birov mo'yniga olmaydi hech qachon. Masalan, siz dadangiz o'rniga namozni o'qib berasiz. Bu o'zingizni so'raladi. Siz dadangiz o'rniga ro'za tutib beramiz. O'zingiz o'z tutib kerak. O'zingiz tutqanmi sizga? Tutib savobini bag'ishlayy berasiz. Biroq uning mo'ynidan tushadimi? Tushmaydi. Bas savobini bag'ishlayy, savob bo'lib boraveradi. Biroq uning mo'ynidan tushmaydi. Tushundingizmi? Masalan, siz 30 kun nafil ro'za tutdingizda, butun savobini dadangizga bag'ishlab berdingiz. Savobi boradi. Biz qilganda o'zimizga qoladi. Ag'ini voyinlama. Niyat bu beda. Alloh taolo boygu, sen bunday niyat qilding, sen bunday qilding deb o'tirmaydi u. O'zingga ham qoladi. Hatto payg'ambarimizgacha aytmadim, kimda kim man aftara li axihi falahu ajru mithlu zalik deydi. Kimda kim bir ro'zador og'aynisini, bavrini og'zini ochqizsa deydi, xuddi shuning tutgan savobi menga emaslar ekan. Men ochqizganim uchun. Keyin ne deydi payg'ambarimiz? Anodin hech qanday adab bo'lmaydi deydi. U o'ziga qoladi. Shuni yana birov menga o'tadi. Savob. Masalan, 300 savob olgan bo'lsa, 300 savobim menga bo'ladi. Shuning uchun bir-birimizning og'zimizni ochqizuvga tirishish kerak. Bu oyda har turli amallar bilan yarashish kerak bunday aytganda. Badaniy ibodatlarda vakolat qabul qilmaydi, ya'ni vakillik bo'lmaydi. Masalan, siz dadangizning o'rniga ro'za tutib beramiz yoki namozni o'qib beramiz, durustmi? Shunday.